Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun uy sharoitida salat qilamiz. Salatimiz oddiy yozgi salat. Qani bo'lmasa boshladik. Bismillah. Pomidor solamiz. Bodring solamiz. Garski solamiz. Bu kefir. Qatig'imizga smetana solamiz. Qaymoq solamiz. Qaymoq solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qatiq bilan smetanani aralashtiramiz. Qaymog'imizni, qatig'imizni. Mana bunga chesnak solamiz. Ozgina piyoz solamiz. Va bunga ozgina zelen solamiz, har xilidan. Endi tuz sepamiz. Hammasini aralashtiramiz endi. Eng zo'r salat yozgi. Maslahat beraman, tayyorlab yeb ko'ringizlar. Ozgina piyozimiz bor. Ozgina bu bilan ezib aralashtirib olaman. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Kelingizlar, osh bo'lsin, yoqimli ishtaha.